Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana boy tovuqlar, ya'ni rich hens ilovasi haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Bu ilovani hozir videoning oxirigacha ko'ringizlar, batafsil ma'lumotlar berib o'taman do'stlar. Hammasini ko'rib, ishonch hosil qilib bemalol ko'rib olasizlar. Qarang. Jami ishtirokchilar bu yerda to'ldirilgan va ishlanganlari mana ko'rib turishlaringiz mumkin do'stlar. Va 956 kun ish vaqti do'stlar. 956 kun 2 yildan oshiq. Xo'p, mana bu joyda ro'yxatdan o'tib olamiz do'stlar. Ro'yxatdan o'tish bor. Va ro'yxatdan o'tganimizda mana kirish bor. Ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin hozir kirish, mana hisobga kiramiz. Misol uchun Xo'p do'stlar, men ro'yxatga o'tishni bosdim va sizning loginingiz deyapti. Bu yerga loginga ismingizni kiritasiz do'stlar, yo xullas nom berasiz do'stlar. Xo'p, elektron pochtaga Gmail, ya'ni Gmailingizni kiritasiz. Doim foydalanadigan. Qarang, bu yerga parol, ismingiz, tug'ilgan yilingiz va bu yerga ham parol, ismingiz, tug'ilgan yilingiz. Xullas parol qo'ysangiz bo'ldi do'stlar. Xo'p, parol esdan chiqmaydigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosib, ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Xo'p, endi mana kirish degan mo'jal kirish bor. Bu kirishda har doim siz o'zingiz loginingiz va parolingizni terib kirasizlar do'stlar. Va tizimga kirish bor do'stlar. Xo'p, mana kirib oldik do'stlar. Xo'p, kirib olganimizda qarang. Mana bu to'ldirish, ya'ni to'ldirish degani nima degani do'stlar? To'ldirish degani balansimizga pul kiritish. Ya'ni qarang, to'ldirishda misol uchun 50 rubl, 100 rubl kirsangiz 300% gacha bu chiqib ketish, ya'ni bu nimalarni, monetalarni olib chiqib ketish payerga do'stlar. Mana bu sozlamalar, bu tovuq do'koni bor. Xo'p, qarang, mana to'ldirishda birinchi ko'rsatib o'tgan bosamiz. Qarang, bosganimizda do'stlar, xo'p, birinchi nima qiladi do'stlar? Xo'p, shuni olib ketamiz. Xo'p, mana bu yerda summani yozamiz. Misol uchun mana o'chirib tashlab, xohlagan summalaringizni yozishingiz mumkin. Misol uchun 100 misol uchun va yozgan bo'lganimizdan keyin mana bu payer tanlaymiz. Payer tanlaganimizda payerga olib o'tadi do'stlar. Xo'p, bunisini ko'rib o'tdik endi do'stlar. Xo'p, endi Papalnet, ya'ni Papalnet ko'rib o'tdik, Vivestini ko'rib o'tamiz. Vivestiga shuni olib o'tadi do'stlar. Xo'p, olib o'tgandan keyin, xo'p, bu yerda qarang. Xo'p, bu yerda payer raqam kiritganman men do'stlar va tangalarni yozasiz. Mana shu kod qo'yasiz. Kodni qarang. Sizning to'lov kodingiz deyapti. Bu yerga hozir bu yerda настройка bo'limida bor. Hozir настройка bo'limidan ko'rsatib o'taman do'stlar buni. Xo'p, bu reklama uchun yo bu shart emas. Mana sozlamalar bo'limiga kiramiz do'stlar. Sozlamalar bo'limiga kirganimizda do'stlar, bu yerda parolingizni almashtirish kerak emas bizga. Bu yerga to'lov kodini o'rnating. To'lov kod 4 talik bo'ladi. Misol uchun xohlagan 4 ta raqamni bosib, mana bu saqlashni bosasizlar do'stlar. Va keyin mana bu tafsilotlarga o'tamiz do'stlar. Xo'p, mana tafsilotlarga o'tganimizda mana shu joyga pay raqamni kiritib, to'lov kodini qo'yganimizdan keyin, hozirgi bundan oldingizda to'lov kodini qo'yganimizdan keyin mana saqlashni bosib saqlab qo'yamiz do'stlar. Va payerga va kiviga chiqarsak bo'ladi. Endi sozlamalarni ko'rib, mana tovuq do'koni bor, ya'ni sotib olish kerak. Qarang, mana sotib olsak, misol tovuq do'koniga bosamiz. Bu ilovani bir tushunib olsangiz do'stlar, bu juda zo'r ilova ekan. Xo'p, hozir qancha to'lab berganini ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana bu 56 almas 1 soatiga 41.7%, 1000 tangaga, bunisi 5000 tangaga, 25000 tangaga, 50000 tangaga, 100000 tangaga, 250000 tangaga do'stlar. Mana bu 100% qaytadi. O'zi 6 ta darajasi bor do'stlar. Mana yerda faqat biz tovuqlarni olmos qo'yib, tovuqlarni sotib oling va olmos to'plang va ulardan bozorda soting deb. Xo'p, buni ko'rdik. Agar hammasidan qutulmoqchi bo'lsangiz super kokil bor do'stlar. Buni ham sotib olsangiz bo'ladi do'stlar. Xo'p, hozir mana bozorga kiradigan bo'lsak, mana mening tovuqlarim mana shuncha moneta qo'ygan. Ya'ni 511 ming ta moneta qo'ygan. Mana buni sotadigan bo'lsam, mana sotishni bosadigan bo'lsam do'stlar, mana bu joyga kelib qo'shiladi do'stlar. Bu joyda mana chiqib ketishni bosib, bemalol payerga chiqarsak bo'ladi do'stlar. Xo'p, endi hozir qarang. Mana chiqib ketishni bosaman. Yo bu yerda super kokilni ko'ring. Misol super kokilni olsak, misol uchun o'zi xarajatsiz harakat 0 ga teng. Misol uchun agar mana buni 1499 rublga oladigan bo'lsak do'stlar, qancha to'g'riz moneta qo'yganda har 10 minutda shu pul chiqarsangiz bo'ladi do'stlar payerga. Payer raqamini kirishni ham ko'rsatdim do'stlar. Xo'p, endi bu yerda mana chiqib ketishni bosamiz. Xo'p, mana chiqib ketishni bosamiz. Chiqib ketishni bosganimizda do'stlar,
Hozir mana bu yerda sizga ko'rsatib o'taman. Chamasam bir 2 kun oldin mana bu yerda mana 2000 rubl chiqarganman mana aka do'stlar. 2000 rubl 2000 rubl 1-oktyabr kuni mana to'langan do'stlar. Xo'p. Undan oldin 200, undan oldin 100, 53, 4. Xo'p, bundan oldin ham chiqarganda mana 1518 chiqarganman do'stlar. Hozir endi Payrga kirib bemalol ko'rsatib o'taman do'stlar bu cheklarni. Xo'p, mana do'stlar, Payrga ham kirib oldik. Payrda hisobda yo'q, to'g'risi. Hozir mana hozir ko'rsatib o'taman. Mana 1000 mana 1-oktyabr kuni 1981. Hop, foiz olgan, o'shaning uchun qolgani ko'rinmagan do'stlar. Mana 1981 rubl mana Rich Hands mana do'stlar, Rich Hands 100% to'lov beryapti do'stlar. O'shaning uchun do'stlar, sizlar hozir kanalda yangi bo'lsangiz kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar do'stlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmang do'stlar. Mana shunday sizlarga manfaatli. Bundan oldingi videomdan ko'rsalaringiz Golden Braids degan sayt ham bir hafta mobaynida sinovdan o'tdi va to'lab berdi do'stlar. Xo'p, kimda-kim mana shunday ishlamoqchi bo'lsa do'stlar, bemalol bizning mana shu kanalimizga a'zo bo'lib qo'yib, like bosib qo'yish esdan chiqmang do'stlar. Xo'p, bu yerda sarmoya chiqib ishlasa bo'ladi va mana bu kunlik bonus olamiz. Bonusni bosamiz. Xo'p, bonus bosganimizda mana bu yerda 100 tangagacha beradi do'stlar. Xo'p, mana olamiz do'stlar. Yana mana siz 41 tangadan iborat bonusni muvaffaqiyatli oldingiz deyapti do'stlar. Xo'p do'stlar, xullas mana shunday qilib bemalol ishlasak bo'ladi do'stlar. Agar kimda-kim ishlamoqchi bo'lsa do'stlar, bemalol ishlashlari mumkin do'stlar va mana bu yerda istoriyada ko'rsatib o'taman do'stlar. Hozir mana bundan oldingisi mana 198 rubl ham mana Rich Hands'dan do'stlar. Xo'p do'stlar, xullas sayt 100% to'lovda do'stlar. Agar kimda-kim ishlamoqchi bo'lgan bo'lsa, bemalol ishlashlari mumkin do'stlar. Albatta hammasi ma'lumot sifatida berilyapti do'stlar. Albatta xohish, kimda-kim ishlamoqchi bo'lgan bo'lsa, kommentariyada havolada silkasi bor do'stlar. Telegram kanal va sayt havolasi bor. Bemalol o'tib ishlashlari mumkin do'stlar. Do'stlar, barchaga omad, kunlar yaxshi o'tsin do'stlar.